Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. 2026-yilda butun konteyner olaman degan obunachilarimiz uchun ko'rib turibsizlar, katta bazasiga yetib kelganmiz. Bu yerda 6 metrlik, 12 metrlik, 260, 230 konteynerlar bor ekan. Bu konteynerlarni olib turib, xohlasangiz domik, ko'chma do'kon, hattoki sklad qilib ishlasalangan bo'laveradi. Yo, menga yangisidan kerak, men chet elga eksport qilaman degan akalarimiz uchun yangisi ham bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzil Toshkent, Sergeli Xonoboddan bo'lyapti. Hozir har bittasini alohida narxini yoritib beramiz, dastavka xizmatlarini yoritib beramiz. Sizlardan iltimos, mana shu ustakalarimiz bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosib, tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysadan kimgadir foyda tegib qolishi mumkin. Qani biz bo'lmasa hozir sotuvchi akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'sh, bu yerda butun konteyner ham bor, konteyner mahsulotlari ham bor, aka. Uni ham ko'rsatamiz, faqat nariyoqda videomiz davomida kuzatib borsalar, hammasini narxini yoritib beramiz. Aka, bu konteynerlarimiz eksport uchunmi bular? Bu 6 metrli 290 eksport uchun. Aka, bularimiz $1600 boshlanadi. Yili 2024, 25, 23. 23. Ya'ni eksportning dokument hamma yo'g'i bor, a? Bor. Yuklatib berishda $1600. Endi xuddi shu 6 metrlikda 12 metrligi ham bormi sizlarda? Yangilari $2200 sal ko'tarilib qoldi. Ular $2200dan 290 12 metr. Ya'ni bor 12 metrligi ulardan ham bor. 12 metrligi ham bor ekan mana. Yangi konteyner. Agarda olib turib domik qilsa ham bo'laversa kerak. Endi domik qilsa bo'ladi. Endi ular misol uchun haligi nima deydi? Особенный bir dom quriydiganlar, misol uchun dachalarga yangisidan olib zo'rlab ichlarini вообще dahshat yaxshi qilib qildiryapti. Lekin olib turganlar ham bor, a? Tushunarli. Olib turganlar bor. Ha. Xo'sh, bu konteynerlarimiz aka qanaqangi va holi kimlar oladi? Bularimiz o'rta holda nima qilib, bular Xitoy spisat qilib beradi. Bularni 1000 so'yadigan qassoblarga 1380 dan tanlab olishga. 12 metrliklari. 12 metrliklari, 290ligi standartlarimiz $1300 dan qassoblarga. Standart ya'ni 260liklar, mana tepadagisi 260, shunaqa. pastdagisi 290, shundaymi? Keyin bularda ko'chaga so'raydiganlar bor, sal yaxshisini, holati yaxshisini olishadi. $1430 dan endi bitta donaga jinday nimaroq, qimmatroq beriladi. Nimaga? Yaxshirog'ini xohlaydi ko'proq klient. Chunki sifat yaxshisini xohlaydi. Sifat yaxshisini xohlaydi. Baribir bizga arzon degani bilan borib ko'rib olsak bo'ladimi deydi. Kelib ko'rgandan keyin o'sha yaxshisini xohlab qoladi. O'shalarga $1430 dan. Tushunarli. Bo'yi pasi bor. 1350 dan. 260 bo'ladi, balandligi 12 metr bo'ladi. Ularimiz 1350 dan. 1350 dan. Endi hali so'yish bilan donaga nima farqi bor deydiganlarga, hali so'yib oladiganlar ob'yem oladi. Bir oyda 100 ta, 200 ta oladiganlar bor. Ularga narxi sal nimaroq, arzonroq. Ular tirikchilik uchun o'tib beriladi. Shunaqa, ularga endi bitta yarimta lispisida yamog'i bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Tushunarli. Значит, 12 metrlik konteynerlarimiz 1350 dan boshlanadi. 1350 dan boshlanadi. 6 metrliklarimizchi? 6 metrliklarimiz $700 dan boshlanadi. $700. Uni ham o'sha $700larni olib turib sklad, domik qilsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Tushunarli. Dastavkalar qanaqa bo'lyapti aka? Dastavkalar kelishilgan nimada mashina topib beramiz. Kelishilgan narxda dastavka qilib beriladi. Kelishilgan holatda mashina topib beramiz. Yuklatib berish ichida bo'ladimi? Yuklatib berish ichida. Yuklatib berish ichida dastavkasi kelishilgan narxlarda yetkazib beriladi. Xo'sh, endi konteyner mahsulotini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Bu yerda konteyner mahsulotlari ham bor, ya'ni polliq, listlar, lagalik hammasidan bor. Mana o'zlari xohlasalar platforma shaklida ham berilaveradi ekan. Albatta kelishilgan narxlarda. Shu bolgarkachi ozgina o'chirib tura olarmikan? Xo'sh, ana o'chirdi. Ustakamizga rahmat kattakon. Xo'sh, ustaga listlarimiz qanchadan bo'lyapti? Listlarimiz 100 ming dan. 1 kvadrat 100 ming. 1 kvadrat 100 ming dan. Farqi yo'q. Tom, yon, arqa hammasi bir xil. Hammasi bir xil. Hammasi bir xil 100 ming so'mdan. Bitta platformani ham ko'rsatib qo'yaylik. Ya'ni konteyner maydalab sotmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun platforma shaklida. Ya'ni hammasini o'sha razmerga, standart razmerga kesib berishadi. Ya'ni bu olib ketgani oson bo'ladi. Platforma deyilganda mana tepasi kesiladi, mana pastiga, tagiga mana shunaqa qilib, hali sirazi
ishlatishga qulay qilib listlarni kesib qo'yiladi. Ha, standart razmerda. Ha, standart razmerda. Ha, shu holatda ham qilib beraverasizlar butun konteyner. Ha, bu holatda ham boshladik. O'tgan safar ko'rsatganimiz yo'q edi, endi boshladik. $1510 yetkazib berish ichida vodiyga. Vodiyga. Qo'qon bo'yida, Farg'ona bo'yida. Ha, vohagacha. Vohalarga endi yo'l kirasini hisoblaymiz, o'shanga bir $10-15 qo'shilib qolish ehtimoli bor. Ha, kelishlar. Bitta furaga nechta sig'adi shu platforma? 6 ta ketadi. 6 ta ketadi. Ha, agar mabodo agar nima o'ylaydigan bo'lsa, baribir hamma joyda taroz bor. Taroz borligini hisobiga 6 ta ketadi. 6 ta yuklab berib yuborishadi. Xo'sh, 6 ga 6larimiz aka. Ha, 6 ga 6 profilimiz 630 mingdan. Donasi 11.70 bo'ladi. Ha. Nimalarimizchi? Polliqlarimizchi aka? U narigi tomonda ekan. Polliklarimiz 50 mingdan kvadrati 130 ming so'mgacha. 130 ming so'm. Ya'ni 50 ming so'mdan 130 ming so'mgacha. Chanalarimizchi? Chanalarimiz 520 ming so'mdan sal ko'tarilyapti narxlar. Narx ko'tarilyapti. Endi hozircha unaqa ko'tarib yuborganimiz yo'q. Hozircha o'sha 520 mingdan. Ha. Beryapmiz. Endi konteyner ko'tarilyapti, o'shaning uchun bu ham ko'tarilyapti. Shunaqmi aka? Shunaqa. Ha. O'zi aslida eng arzoni siz sotasiz, o'tgani ham shunaqa. 440 ming so'mdan yuborgansiz. Hamma yuborgan. To'lab yuborgan. Xo'sh, aka, lagalarimiz. Lagalarimiz aka 78 mingdan boshlanadi. Standart, ha? Standart 78 ming so'm. 78 mingdan qovurgan lagamiz 88 ming so'mdan. 88 ming so'mdan. Bitta tomoni katta, bir tomoni katta, bir tomoni kichkina deyiladi. Bularimiz 74 ming so'mdan. 74 ming so'mdan. Xo'sh, polliqlarimiz o'sha 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha bor aka. Shunaqa. Endi agar mabodo nima bo'lsa tushunmaganlar uchun tushuntirib ketamiz. Mana bunaqa kichkinani laminatini xohlaydiganlar bor. Bular o'sha turishi 1.63 ga 63 bo'ladi. Bular 75 mingdan. 75 ming so'mdan. Agar padriyatiga bular laminatini olib qo'yamiz, padriyatiga oddiylarni padriyatiga beramiz 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan. O'zi 1 kvadrat chiqadi, 1 kvadrat 1.2 chiqadi. 1 kvadrat oshiqroq chiqadi. Lekin zo'r narsa. Haliga nima deydi, uyga qoqsa ham bo'ladi. Ko'pchilik hozir katta molxona quryapti. Ularga qilsa ham arzon zo'r chiqadi. Nimaga? 1.60 ta o'rtasidan bo'lsa, misol uchun 80 bo'ladi. Laga qo'ygani har tomonlama zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Ha. Keyin 240 ga 1.16 mana 130 mingliklari qanaqa deganlarga mana laminat bor. Chiroyli. Yaxshi, ideal. Ko'pchilik hali mashinalarga olyapti. Hozir gazel, mashina tayyorlaydiganlar, Isuzu tayyorlaydiganlar. Laminat. Ha, laminatligidan 130 ming so'mdan. Yonidagicha. Bularimiz 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Manolarimizchi? Bular 140 ga 1.16 liklar bor, 110 ming so'mdan. 110 ming so'mdan. Endi 50 ming so'mligini ko'rsatib qo'ying. 50 ming so'mliklari. Chunki 50 ming so'mdan deb qo'ydikda. Mana shularmi? Ha. Ya'ni mana shular mana 50 ming so'mdan 1 kvadrat 50 ming so'mdan. Mana nimasi ham? Chunki hali 50 ming so'mni ko'rsatmayapsan deb. 50 ming so'mni ko'rsat, mana 50 ming so'mlikligi mana 1.16 ga 60 bo'ladi. Bularimiz 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan 100 kvadrati. Ha, 1 kvadrati. Kvadrat. 1 kvadrati. Kelaverasizlar, mana har xil narigi tomonlarda ham to'la yotibdi. Ya'ni kimdir pol qoqtirmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ustaga haligi 10 ga 15 stoykaliklar qancha berilyapti? 10 ga 15 stoykaliklar 220 ming tozalanmagan holat. Ha, 220 ming so'm. Aytda bo'lish kerak. Ha, mana bu. O narigi tomonda ham sirop edi. Ha, mana 10 ga 15 stoykalik bo'ladi. Qaligi 4 mm. Bir donasi 220 ming so'mdan, ha? 220 ming so'mdan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Ob'yom katta, xohlasangiz olib sotishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz masalan qurilishingizga ishlatsalangan bo'ladi. Bu tomonlarda ham mana to'la yotibdi. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Toshkent, Sergeli, Xonoboddan bo'lyapti. Ekranda nomerlarni qoldirib qo'yganmiz. Mana shu akamizni aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasiz. Rahmat. Sog' bo'lasiz.